prям yuvayotganingizda mentol narsani sezasizlar. Prям muzdekkina bo'lib, boshqacha rostdan shampun обязательно qizlar bitta olib ishlatib ko'ringlar. Tak, mamnisi bu, bilasizlarmi qanaqa sochlar uchun? Qayzg'oli, perxitli sochlar uchun, keyin terisi qichishadiganlar bor-ku, shunaqa mana bu o'lik terisi borlar, o'lik terisi bor, qatlami bor sochlarga вообще zo'r. Bir xillarni soch bilasizlarmi? Qichishadi-da, qichishgandan keyin o'sha narsachalar chiqadi-ku, o'shanaqa sochlarga-da вообще zo'r. Qaranglar, misol uchun kottani olmayman desanglar, agar mana bunaqa kichkinarog'ini olib proba qilib ko'rsanglar bo'ladi. No, men sizlarga maslahat beraman, srazu kattasini olinglar, chunki sizlarga yoqadi, sochinglarga вообще zo'r tushadi. Keyin manba sochini terisidan неприятный hid chiqadiganlar bo'ladi. Mana misol uchun kimdirlar keratin sochini qildirgan bo'lsa, sochi qanaqadir sassiqroq hid keladi. O'shanaqalarga sassiq hidlarni yo'q qiladi.